们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会当起帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Latqı partisining bas-bas setilishi. Lili, man qara, men qanchalik uzardim. Max meni tartib uzartibyapti. Texim bek uzartibyapti. Hech qisi yo'q go'u. Ay. Menimcha, endi yetarli uzun bo'ldi-ku deyman. Chekrak ekran doim govuni qo'rqitib yetadi. Chekrak ekran. O, Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematika paydo bo'ldi. Bu chusmijaz Chango apandi ekan. Tekshliqmi o? Mening ochiqim yomon. Hozir texim yomonlashib ketdi. Chosmishas Chango apandi doim ochiqlab yuradi. Undaqda qanday qiyinchilikqa yo'liqdingiz? Mundaq ish. Men to'ng'iltilgan latqi partisi yasab atdim. To'ng'iltilgan latqi partisi. Biz to'ng'iltilgan latqi partisini bek yaxshi ko'ramiz. Biroq masala shuki, Moslaviyadagi hamma g'alati maqtuqlar odamni bizar qilib to'ng'iltilgan latqi partisi ishni yaxshi ko'rgan emasmi? Bundaq bo'lsa yaxshi emasmi? Azroqmi yaxshi emas. Zakaz qildiganlarning ko'pligidan telefonim portlab ketay deb qoldi. Buning ustiga men nurg'a vaqtimni sarf qilib qapqi solsam, latqi partiyalar erib ketib, meni texim teriktiribdi. Baklatchig'im keldi. Endi chiqman, g'alati maqtuq matematika asarchilar sizga yordam qila oladi. Tezroq kelinglar. Biz Chango apandining to'ng'iltilgan latqi partisidan erib ketishdan burun qapqi qachilishga yordam qilaylik. Biz chuqur g'alati maqtuq matematika o'qimida bayonni hal qila olamiz. G'alati maqtuq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Chunki g'alati maqtuq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maqtuq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, pek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarning so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rinishimizga yordam berdi. O raqamli maqtuq keldi. Bugungi g'alati maqtuq matematika askarning so'zi bo'lsa, uzunlik. Kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maqtuq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Uzunlik. Hozir demaysan go'voy, kelar qatim raqamli maqtuqni ko'rganda andinligin. Ha, ma'qul Lili. G'alati maqtuq matematika atritidagilar Chosmijaz Chango apandining to'ng'iltilgan latqi partisini qapqi qochilishiga yordam beraylik. To'ng'iltilgan latqi partisi. Bek ishlik. İnşallah bo'lmaydi. Bularning hammasi xaridorlarning. Chosmijaz Chango apandi. Latqi partisini qapqachlashdan sirt boshqa masala bormi? Qaranglar, birinchi xaridorning buyruqini 5 ta latqi partisi. 1, 2, 3, 4, 5. Hozirgacha hech qanday masala chiqmadi. Biroq men bularni qapqa solay desam, qapqa patqizolmay qoldim. Qaranglar. Bu qapning cho'ng kichikligi to'g'ri emas ekan. Barliq latqi partisini qachlash uchun yetarli uzunlikka qapqi silishimiz kerak. Ma'ni beray. Sinab beqing, ha? Ha? Bakli cho'nkan. Men uzunlikni dal keladigan qapni topishim kerak. Biroq men tezroq qachlab bo'lay degan siri. Doim xato uzunlikdagi qapni qilyapman. Tezroq bo'lmasam bu to'ng'iltilgan latqi partiyalar erib ketadi. Chatoq bo'pti. Shu emasmi? Biroq qanday qilsam dal keladigan qapni topa oladiganligini bilmayapman. Sizlar raqamli g'alati maqtuqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqtuq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Uzunlik, ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1, 2, 3. Uzunlik. Qaranglar, g'alati maqtuq matematika ko'rish ekrani keldi. Bu g'alati maqtuq nihoyat xushal o'ynadi. Biroq hozir bu katashlarni qapqi soldigan vaqt bo'ldi. U barliq qizlarning katashlarni yig'moqchi. Biroq bu qizlarning katashlarni qaysi qapqa mos kelganligini bilolmadi. Qanday qilitish kerak? U qanday qilsa bilalaydi? To'g'ri bo'ldi. Dal shundoq. U qizlarning katashlarni biratga tizdi. Bu qap bak uzun, shunga buning so'zi bo'lmaydi.
bak qisqa, şunu patqızg'ul bo'lmaydi. Va, bu qapdan mos keladi ekan. Katekchilarni qapqa solishi haqiqatan yaxshi ekan. Uzunligi dal mos keldi. Vah, u g'alaba qildi. Rahmat sana matematik ko'rsatish ekrani baqaltis bo'ldi. Pishik maxluq katekchilarni bir rad tizgandan keyin qancha uzunlikdagi qapqa ehtiyoji bo'lganligini bildik. Uzunlikni bilsak, menimcha biz dal kelgan uzunlikdagi qaplarni topa olishimiz mumkin. Uzunluq bo'lsa matematik bilim bo'lgandan keyin biz birlikda matematik bilimlardan foydalanaylik. Oy! Chusmijaz Chango efendi, siz uzunlikqa dal kelgan qapqa birinchi tizimlikdagi xaridorning zakaz qilgan lotiq parchasini qo'ymoqchi, shundaqmi? Shundaq. 5 ta lotiq parchasi iskan patqichilik qap lazım. Undaqda biz qanday qilishimiz kerak? Yoki bo'lmasa biz lotiq stakanni bir radga tizib olib. To'g'ri, mushundaq qilsak balkim g'alaba qila olamiz. Agar biz 5 lotiq stakani qanchalik uzunlikda bo'ladiganligini bilib olsak, to'g'ri uzunlikdagi qaplarni topa olamiz. To'g'ri. Biroq oldi bilan biz ustalni radlab deylik. Men oldi bilan ustalga pakiz stakanlarni tizay. Qaranglar, 5 xil quruq stakan. Biz bu stakanlarni ajrab ketmasligi uchun yem chaplashtiraylik. To'g'ri, biz ularni bir-biriga yem chaplashtiraylik. Menda shilim bor. Mana. Bo'ldi. Qaranglar. Xuddi kulchakka o'xshaydi ekan. Hozir biz bundan foydalanib qapning uzunligini o'lchaylik. Biz bu stakanlarning uzunligichiligi qapni topaylik. Buni nimaga ishiltisizlar? Men tushunmadim-ku. Siz faqat qoplarni bu stakanlarga to'g'rilasangiz, agar qopning uzunligi bilan stakanning uzunligi o'xshash bo'lsa, to'g'ri bo'lgan qopni topgan bo'lasiz. Ha? Bakli qisqa ekan. Bu qapchi uzunligi to'g'rimi? To'g'ri. Bu qapning uzunligi bilan stakanlarning uzunligi teng. Bu deganlik 5 stakanning uzunligidagi qapni topdik. Shunga bu qapning uzunligi to'g'ri. Men lotiq parchasi bor stakanni qachilay. G'alaba qildik. Bo'ladi, Chusmijaz Chango efendi. Keyingi xaridorning buyruqini qancha stakan lotiq parchasi ekan? Ha, 4 ta. Bularning uzunligi 5 stakan uzunlikda. Biroq biz 4 stakan patquchilik qapga ehtiyojliq. Shunga qapning uzunligi 4 stakan uzunlikda bo'lishi kerak. Biz birlikda 4 ta lotiq parchasi stakan sonini sanab boqaylik. 1 2 3 4. Men yanını tushunmadim-ku. Men bildim. Men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Biz qoplarni stakanlarning qishiga qo'yamiz. Ondan 4 stakan uzunlikdagi qopni topamiz. Uzunligi dal keladigan stakan shu. Bo'ladi. Matematika atrofdagilar qap cho'qim 4 stakan uzunlikda bo'lishi kerak. Qaysi qapning uzunligi to'g'ri? 1 2 3 4 To'g'ri. Dal mush qap. Matematika atrofdagilar eng aqlli. 3-chi xaridor 3 stakan lotiq parchasi. 4-chi xaridor 4 stakan lotiq parchasi. Uning keyingisi 2 ni buyurtibdi. Ha? Men teg'im ko'p qap yeb kelsam bo'g'idak. 1 2 3 stakan lotiq parchasi stakani. Shunga men shunchalik uzunlikdagi qap ehtiyojli. Bu usul tez bo'ladi ekan, biroq yetarli tez emas. Har qatam bu stakanlarning sonini sanash bakla avarchilikka. Biz qanday qilsak, texmi itti qila olamiz. Sizlar raqamli g'alati maqluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Uzunlik. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? 1 2 3 Uzunlik. Qaranglar, g'alati maqluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. G'alati maxluq sariq rangli katekchilarni yig'moqchi. Qanday qilganda qaysi qapdan kelganligini belgilab bo'ladi? Qanday o'lchaymiz? Qanday bilalaymiz? U qizlar rangli katekchilarni bir radga qilib tizib oldi. Andin u 1 2 3 4 5 raqamlarni yozib belgi qilib oldi. Nihoyat yaxshi. Qancha sariq katekchilar bor? 1 2 3 Shunga qapning uzunligi cho'qim 3 katekcha uzunlikda bo'ladi. Bu qapning uzunligi dal 3 katekcha uzunlikda ekan. Sariq katekchalarni qo'yib bo'ldik. Xayr, xo'sh. Rahmat sana matematik ko'rsatish ekrani. Biz stakanlarga son orqali belgi qilib olsak, qaplarda texnik suratda topa oladiganligimizga yordam beradiganligini bilib oldik. Qanday qilib? Biz stakanlarning ustiga qator sonlarni yozib chiqaylik. Andin Chusmijaz Chango efendi qaptangan vaqtida
Her qitim sanışının haceti yok. Men yazay. Hey do'stlar, menga sanishib beringlar-chi, ha? 1 2 3 4 5 Rahmat. Bu endi belge sıralangan istakanlar bo'ldi. Agar siz 3 stakan latqı partisi istakanni bir qapqa salmoqchi bo'lsangiz, 3 raqamini topsangiz bo'ladi. Men qilib baqay. Qapning ichida 1, 2, 3 latqı partisi bor. To'xtanglar. Agar biz 2 stakan latqı parchisini qo'ymoqchi bo'lsak-chi. Ha, to'g'ri. Siz 2 degan sanni topsangiz bo'ldi. Men sinab baqay. Qapning ichida 1, 2 stakan latqı partisi bor. Vah, g'alaba qildik. Rostla g'alaba qildik. Ilgirgi qaraganda tez bo'ldi. Vazifa tamomlandi. Ha, dal vaqtida tayyor bo'ldi. Birinchi xaridor yetib keldi. Zakaz qilgan 5 stakan latqı partisi tayyor bo'ldi. Stakanning uzunligi bilan qapning uzunligi dal taq. Nimaga qarab tursan? Ochiqim kelishdan burun tez kel. Bu bir qancha stakan latqı partisi sizlar yanglar. Oo, 5 ishga. Yaxshi qildinglar, Xalit Mavzuq matematika asatikilar. Biz Chusmisiz Chango apandiga yordamlashib, baliq zakaz qilgan latqı partisini qapqa silishib berdik. Biz uzunlikqa munosib bilimlarni o'rgandik. Shu biz g'alaba qila oldik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Hamsi 3 sanayman. 1 2 3 Biz matematika bilimlarini g'alaba qildik.